Deepal SL03 modelimizni kompyuterlari. Hop. Mashinamiz elektron eshiklar bo'ladi. Aka, mashinamiz ichki salonlariga keladigan bo'lsa, полный кожа Alicantara bilan ishlangan bo'ladi. Сиденье управления elektronli, 6 ta положение plus поясничный подборlari bo'ladi. Mashina ichiga keladigan bo'lsak, katta 15.6 dyuymli monitor, Android Auto CarPlay полный поддержка qiladi, rusifikatsiyalar qilingan bo'ladi. Aka, mashinamizda 360 gradus kameralari bo'ladi. 360 gradus kameramiz ham bo'ladi, prozrachniy kapot funksiyalari bilan birga bo'ladi. Mashinamizda plus o'zida zavodskoy YouTube navigatorlari bo'ladi aka. Просто telefoningiz orqali точка достуp yoqib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Elektrousilitel rulli, matrishli LED farali, katta panoramniy tom aka. Bu yerda podsvetkalarimiz bo'ladi, LED, аварийный знак, SOS knopkasi bo'ladi, yordam knopkasi. Head-up displeyimiz bo'ladi. Head-up displeyda mana 400 da tablodagi hamma anaqalarni ko'rsatib turadi. Tezlik, znaklarni полный ko'rsatib turadi. Беспроводной zaryadkalar bo'ladi. Barimizning ichi ancha keng ishlangan bo'ladi. Plus bu yerda ham konditsionerlari bo'ladi, aka, xolodilniklari bo'ladi. Bu yoq taraf sidenamiz ham elektronli bo'ladi. Bu yoqda ham поясничный подборлari, hamma narsalari bo'ladi. Bu yerda xromironni ishlangan bo'ladi. Podsvetkalari bilan birga blok knopkalari, detik rejimlari bo'ladi mashinamizda. Mashinamiz ana o'zi dizayni poli sportivniy ishlangan bo'ladi. Yaxshi всесезонный balonlarda, kovni diskalada chiqqan. Tormoznoy sistemalarimiz diskoviy bo'ladi. Orqalari ancha katta, plus podlokotniklar bo'ladi. Remellari ham salonni o'zining dizayniga moslashgan bo'ladi. Akustika общий 14 ta. Даже ham sidenida ham bo'ladi. Mashinamizda gibrid aka 225 km tokda 1000 km benzinda yurib beradi. Orqa bagajnikimiz elektronniy. 450 litr bagajnik. Agar sidenalarni yotqizilgan holatda bo'ladigan bo'lsa 1400 litrga aylanadi. 1,5 tonna yuk ko'taradi, plus bitta o'zi zavodskiy samofirlari bo'ladi. Аварийный знак, Dankrad, nasos, gella anaqasi bo'ladi. Kuleylari bo'ladi o'zida. 4 ta oyna bagajnikimizda detik rejimlari bor. Sraz qaytarib oladi. Qolib ketadi mashina. Balonlarimiz GT balonlarda modelimizdagi tomini o'zi nima desam bo'ladi, sonsiz ashtasi bo'ladi o'zida, quyosh o'tkazmaydi. 4 ta oynamizda ham o'zida 25% sonsiz ashtalari bo'ladi. Slipoy zonali, bakoy spirallari bo'ladi mashinamizda. Bu modelimizda chim anaqadan BYD Chazordan ancha yaxshi, narxi почти bir xil bo'ladi aka. Shu modelimizni hammasiga tavsiya qilgan bo'lardim. Dizaynlari ham o'zi alohida. Ko'chib yurganingizda ham uncha odam o'ziga qaratadi. Mashinamizni yurgan payti mana spoilerlar ko'tariladi.